Kichkintoy hayol dam olib yotibdi, xo'roz bo'lib qichqiryapti, dedi odamcha. Tomda yashovchi Karlson, shu odam, deb shivirladi Gunilla. Albatta-da, boshqa kim bo'lardi? 92 yashar Gustovan kampir kiyim javoniga yashirincha kirib yotib oladi deb o'yladingmi? Mittivoy bo'lsa o'zini tiyolmay qotib kular, chunki dovdirab qolgan Krister bilan Gunillaning ko'rinishi kulguli edi. Ular soqov bo'lib qolishdi shekilli, dedi arang Mittivoy. Karlson tokchadan dik etib sakrab tushdi-da, Gunillaning yoniga kelib, yuzini chimdib oldi. Bu qanaqa kichkina hayol? Biz, deb g'o'ldiradi Krister. Sening isming Avgust bo'lsa kerak-a? Deb so'radi Karlson Kristerdan. Nega Avgust bo'larkanman? Dedi Krister. Yaxshi, yana gaplashamiz, dedi Karlson. Ularning oti Gunilla va Krister, deb tushuntirdi Mittivoy. Ha, ba'zida odamlarni sira ishi yurishmaydi. Odami kelmaydi, omadi kelmaydi, turib ishonging kelmaydi. Biroq endi biror narsa qilishning iloji yo'q. Bundan tashqari hamma ham Karlson deb atashlari mumkin emas-ku. Karlson tevarak atrofga ko'z yugurtirib chiqdi-da, shosha-pisha qo'shimcha qildi. Endi bir ermak topsak degandim. Balki stullarni derazadan ko'chaga otarmiz yoki biror boshqa o'yin o'ylab topish kerak. Mittivoy bu o'yinning qiziqarli bo'lishiga unchalik ishonmasdi. Buning ustiga oyisi bilan dadasi buni ma'qullamasligini Mittivoy juda aniq bilardi. Juda qo'rqoq ekansizlar-ku. Agar bunaqa ikkilanib turadigan bo'lsak, hech ish chiqmaydi. Mening taklifim sizlarga yoqmadimi? O'zlaring biror narsa o'ylab topinglar. Bo'lmasa sizlar bilan yurmayman. Men o'zimga biror ermak topishim kerak, dedi Karlson bir oz xafa bo'lib. Shoshmay tur, biz hozir biror o'yin topamiz, deb shivirladi Mittivoy iltijo bilan. Biroq Karlson chindan ham xafa bo'layotgan ko'rinadi. Hozir shartta uchaman-u ketaman, deb to'ng'illadi u. Agar Karlson uchib ketsa, hamma ish rasvo bo'lishini uchovi ham yaxshi tushunardi. Shuning uchun ham ular baravariga yalina boshlashdi. Karlson bir zum qosh qovog'ini osiltirib indamay o'tirdi. Men aniq ishontirib aytolmayman-u, biroq agar u, dedi Karlson semiz barmog'i bilan Gunillani ko'rsatib, boshimni silab, azizam Karlson desa, balki yana qolarman. Gunilla bajonidil uning boshini siladi-da, mehribonlik bilan iltimos qildi. Azizam Karlson, qo'l, biz albatta biror o'yin o'ylab topamiz. Ha, mayli, dedi Karlson. Qolsam qola-qolay. Bolalar yengil nafas olishdi. Mittivoyning oyisi bilan dadasi kechqurunlari odatda ko'chaga aylangani chiqib ketishardi. Shuning uchun ham oyisi hozir dahlizda turib tayinladi. Mittivoy, Krister bilan Gunilla soat 8 gacha biznikida qolishlari mumkin. Keyin darrov o'rningga yotgin. Biz qaytib kelganimizdan keyin o'zim oldinga kirib yaxshi yotib tur deyman. Bolalar eshikni yopilganini eshitishdi. Nega oying mening bu yerda qachongacha qolishim mumkinligini aytmadi? Deb so'radi Karlson pastki labini cho'chchaytirib. Agar hammasi meni kamsitadigan bo'lsa, sizlar bilan o'ynamayman. Sen bu yerda istaganingcha qolishing mumkin, dedi Mittivoy. Karlson labini battar cho'chchaytirib oldi. Nega endi meni ham bu yerda hamma qatori soat 8 da haydab chiqarmaydi? Dedi Karlson ranjigan bo'lib. Yo'q, men bunaqa o'ynamayman. Bo'pti, oyimdan iltimos qilaman, seni ham uyiga soat 8 da jo'natsin, deb va'da berdi Mittivoy. Sen o'yin o'ylab topdingmi? Karlson ko'ngli darrov ko'tarildi. Biz arvoh bo'lib o'ynaymiz. Odamlarni qo'rqitamiz. Atiga bir kichkina choyshab bilan nimadir qilishimizni ko'rsangiz edi. Agar men rosa qo'rqitgan odamlarning har biri 5 eradan berganda bormi, tog' shokolad sotib olgan bo'lardim. Axir men dunyodagi eng zo'r arvohman-ku, dedi Karlson ko'zlarini javdiratib.
Mitvoy, Krister va Gunilla arvoh o'ynashga jon deb rozi bo'lishdi. Biroq Mitvoy odamlarni qattiq qo'rqitish, ularni o'takasini yorish judayam shart emas, deb qoldi. Xotirjamlik bo'lsin, xotirjamlik, deb javob qildi Karason. Dunyodagi eng zo'r arvohga o'zini qanday tutishi kerakligini o'rgatmoqchi bo'lasanmi? Men hamma odamlarni sal o'takasini yoraman. Hech kim buni sezmaydi ham. U Mitvoyning karavatidan choyshabini oldi. Shu choyshabdan arvoh uchun tuzukkina kiyim qilsa bo'ladi. Karason yozuv stoli tortmasidan rangli bo'rlarni oldi-da, choyshabning bir chetiga badbashara rasm soldi. Keyin qaychi oldi-da, ko'z uchun ikkita teshikcha qildi. Mitvoy uni to'xtatishga ham ulgurolmay qoldi. Choyshab arzimagan narsa. Bu ro'zg'orda bo'ladigan gap-ku. Arvoh esa tevarak atrofda nimalar bo'layotganini ko'rish kerak. Bo'lmasa u adashib, uloqib qayergadir tushib qolishi mumkin. Keyin Karason boshini choyshab yopib oldi. Faqat kichkina semiz qo'lchalari ko'rinib turardi. Bolalar choyshabga burkangan Karasonning o'zi ekanligini bilishsa ham qo'rqib ketishdi. Yofi esa jonining boricha vovilladi. Karason motorni yurgizib, qandil atrofini gir aylanib ucha boshlaganda choyshab hilpirab yana ham dahshatliroq ko'rindi. Chindan ham buni ko'rib har qanday odamning o'takasi yorilishi mumkin. Men motorli kichkina arvohman, deb qichqirdi u. Ko'rinishim sovug'u, lekin yoqimtoyman. Bolalar indamay Karasonning uchishini qo'rqa-pisa kuzatishardi. Yofa bo'lsa tinmay akillardi. Ochig'i, deb so'zida davom etdi Karason, uchayotganimda motorning guvillashi yaxshi ko'raman. Biroq hozir arvoh bo'lganim uchun motorning ovozini pasaytirib qo'yishim kerak shekilli. Mana bu boshqa gap. Motor ovozi o'chgach, u bir necha bor aylandi. Arvohga yana ham ko'proq o'xshab ketdi. Endi qo'rqitadigan odamni topish qolgandi xolos. Zinapoya maydonchasiga chiqamiz-u, bitta yarimta uyga kirayotib arvohni ko'rsa-yu, esi chiqib ketadi. Shu payt telefon jiringlab qoldi. Biroq Mitvoy borib go'shakni olmadi. Mayli, jiringlayversin. Bu orada Karason qattiq ux tortib, xo'rsinib, har xil ohangda ingray boshladi. Har xil ohangda ingrayolmagan, oh-voh qila olmagan arvoh bo'ladimi? U bir tiyinga qimmat, deb tushuntirdi Karason. Arvohlar maktabda yosh arvohchalarni birinchi galda shunga o'rgatishadi. Tayyorgarlik ishlariga ancha vaqt ketdi. Ular eshik oldida o'tkinchi odamlarni qo'rqitish uchun zinapoya maydonchasiga endi chiqmoqchi bo'lib, eshik oldida turishganda qitirlagan tovush eshitilib qoldi. Mitvoy oyim bilan dadam uyga qaytib kelishyapti deb o'ylagan ham edi. Birdan pochta qutisining tirqishiga kimdir po'lat sim tiqayotganini ko'rib qoldi. Mitvoy uylariga o'g'ri tushayotganini darrov fahmladi. U yaqinda dadasining oyisiga gazetadan bir maqolani o'qib berganini esladi. Unda shaharda o'g'rilar ko'payib ketganligi haqida gapirilgandi. Ular avval qo'ng'iroq qilisharkan, uyda hech kim yo'qligini bilishgandan keyin qulfni buzishib, hamma qimmatbaho narsalarni olib ketisharkan. Mitvoy nimalar bo'lishi mumkinligini tushungandan keyin juda qo'rqib ketdi. Krister bilan Gunillaning ham esi chiqib ketdi. Krister Yofa vovillab o'yinimizni buzmasin deb uni Mitvoyning xonasiga qamab qo'ygandi. Mana endi qilgan ishidan afsuslanib o'tiribdi. Birgina Karason pinagini buzmasdi. Xotirjamlik bo'lsin, xotirjamlik, deb shivirladi u. Bunaqa paytda arvoh juda ish beradi. Yuringlar, sekin yemakxonaga kiramiz. Dadang oltin-u durlarni o'sha yerda saqlasa kerak. Karason, Mitvoy, Gunilla va Krister oyoq uchida sekin yurib yemakxonaga kirishdi. Ehtiyotkorlik bilan hammalari yashirinib olishdi. Karason chiroyli qadimiy bufetning ichiga kirib oldi. U yerda oyisining dasturxon va sochiqlari turardi.
Karlson bufet eshigini arang yopdi. U qattiq yopishga ham ulgurolmay qoldi, chunki xuddi shu payt yemakxonaga o'g'rilar pisib kirib kelishdi. Divan tagida yotgan Mitvoy sekin boshini chiqarib qaradi. Xonaning o'rtasida ikki badbashara yigit turardi. Buni qarang. Bular Fille bilan Rufle edi. Endi pullar qayerda ekanligini bilish kerak, dedi Fille shuvillab. Mana shu yerda bo'ladi-da, dedi Rule tortmalari ko'p qadimiy juvonni ko'rsatib. Mitvoy o'sha tortmalardan birida oyisining ro'zg'orga olib qo'ygan pullari, boshqasida buvisi sovg'a qilgan qimmatbaho uzuk va to'nog'ichlari, dadasining merganlikda olgan oltin medallari borligini yaxshi bilardi. O'g'rilar hammasini olib ketib qolishsa-ya, deb o'yladi Mitvoy. Sen bu yerga qarab tur, dedi Fille. Men oshxonani qarayman. Kumush qoshiq va sochiqlari sanchiqlari yo'qmikan? Fille g'oyib bo'ldi. Rule stol tortmasini birma-bir ochib qaray boshladi. Keyin birdan xursand bo'lib hushtak chalib yubordi. U pulni topdi shekilli, deb o'yladi Mitvoy. Rule stolning boshqa tortmasini ochdi-da, yana hushtak chalib yubordi. Biroq bu boshqa hushtak chalmadi, chunki xuddi shu payt jovon eshiklari ochilib, dahshatli ingrab oh-vohlar bilan arvoh uchib chiqdi. Rule o'girilib arvohni ko'rdi-yu, qo'rqqanidan baqirib yubordi. Qo'lidagi pul, uzuk, to'nag'ich va boshqa narsalar polga sochilib ketdi. Arvoh uning atrofida gir-gir aylanib uchar, ingrar, oh-voh qilardi. Keyin u birdan oshxonaga otildi. Oradan bir zum o'tmay yemakxonaga Fille o'qday uchib kirdi. Uning rangida qon qolmagandi. Rule u yoqda deb baqirib yubordi. U aslida Rule u yoqda arvoh deb qichqirmoqchi edi-yu, lekin qo'rqqanidan tili duduqlanib, Rule u yoqda voh deydi, xolos. Ha, har qanday odamning ham yuragi chiqib ketardi. Fillening orqasidan ketma-ket arvoh uchib kirdi-da, shunaqayam dahshatli ingrab, oh-voh qildiki, eshitgan odamning o'takasi yorilardi. Rule bilan Fille eshikka otilishdi. Arvoh bo'lsa, ularning atrofida gir-gir aylanardi. Ular qo'rquvdan dag'-dag' titrashib, avval dahlizga, keyin zinapoya maydonchasiga o'qday otilib chiqishdi. Arvoh hamma izma-iz chiqib, ularni pastgacha quvib tusharkan, o'xtin-o'xtin dahshatli ovoz chiqarib qo'yardi.